Hoş gelipsiz. Aleyküm. Ve aleykümselam. Sizge ming marta rahmat. Aval Xudo. Kemaşıman 3-4 yıl sarık kasal hepatitis bilen oğrundum. 1-2 yıl içine ogandan ki serot götüp koldum. Serot götkandan keyin konumda su töplandı. Mana bitte kızım azı sütte toplayıp sütme şeyden amangandı. Matluba konu süt bilen davolarak dediler. Mecbur şeyge kelip Allah'a min marta şükür. Bana davolandım. Süt içtim. 3 mahal süt içtim 200 gramdan. Keyin kamrol kıldım. Bana Xudoga min marta şükür. Odur 71'ge kirdim. Sütü içtim. Bana şu bugün amanganga kelip. Üzege düştüm. Min marta şükür. Ciğerim yaxşı çıktı. Xudoga min marta şükür. Avlan bor Xudo mani şu sütü sabab kılıp şu böyle mana endi yaxşı man. Bu ciğer serrot yok dep doktorlarınız tasdiqlaştı mı? Taksitlaştı. Hozir mana o'sha Qayerda tekshirdirdingiz? Qamshoqdami? Qamshoqda tekshirib, hozir o'shadan chiqib to'g'ri mashaga keldim. Matluboxonga bir rahmat aytib ketadi. Manga o'xshagan şu serrot bilan cigar bilan og'riganlar kelib davolansa har tomonlama yaxshi ekan. Mablag'dan ham tejalar ekan. Qoningizda suv bor edi. Qonimda suv bor edi. Qancha suv bor edi qoningizda mo'ljalda? 300 gram edi. Balalar manga aytmaydi qanchaligini, ammo suv bor edi. Suv bor edi. Qornim ichib judayam o'rg'lab ketuvdim. O'zim o'ynaqa qarashga ham hijolat qilar edim. Mayraka maylashga ham bormay qo'yganman. Mana endi yaxshi o'zi semirdim. Ovqatlanishlarim yaxshi, ammo hali ham parhez qilaman. Hamrohotlardan, achchiqlardan, qiyma, shu pishiriqlardan hozir ham parhez qilaman ammo. Hozir quvvatlaringiz yaxshimi? Hozir quvvatim Og'riqlaringiz yo'qmi? Yo'q, hech qanaqa muammo yo'q. Yaxshiman, Xudoga shukr. Alhamdulillah. Allohga shukr. Sizlar ham shunga sababchi qo'ygan bo'lsa, tanjoninglar sog' bo'lsin, ishlaringlarga omad, hammaga foydalar tegib, nafinglar tegib, eli duosini olib yuraveringlar. Rahmat. Uzoq yashab yuring siz ham. Sizdagi kasallarimiz 8 yil, 10 yilda serrozlari qaytalanadi. Ular bahorda, kuzda tuya sutini ichib, giyohlardan qabul qilib yurishgan, yaxshi yurishganlar juda ham ko'p, Xudo xolasa. Mana yil 12 oy ichaman. İçmay qo'ysam asabim sal buziladi, quvvatsizga o'xshab qolaman. O'shanga pastdan yil 12 oy ichib yuraman. Mayli, Alloh rozi Konfetim bo'lsin. ko'tariladi. Ham arzon pul, dollar ketmaydi. Doktoringiz nima deydi? Albumin o'rniga deydimi, nima deydi? Shu bugun doktorimga uchiraman, hali ham sut ichib yuribman-da. Doktor dedim, tuyani sutida shu qimmat albuminni hamma nimalari bor, kuchi bor. Shuni ichib yuravering, xo'la albumin olmang dedi. Allohga shukr. Rahmat o'sha doktorga ham tan olganiga.